Assalomu alaykum. Bugungi brifing mavzusi Sho'rtangaz kimyo majmuasida 2025-yilda amalga oshirilgan ekologik tadbirlarga bag'ishlanadi. 2025-yilda Sho'rtangaz kimyo majmuasida atrof muhitni muhofaza qilish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish hamda ekologik madaniyatni rivojlantirish maqsadida bir qator muhim amaliy tadbirlar amalga oshirildi. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 31-maydagi ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish sohasini o'zgartirish hamda vakolatli davlat organi faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi 81-sonli farmoni hamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 25-noyabrdagi 783-sonli qarori ijrosi yuzasidan 2025-yilda majmuaning etilen ishlab chiqarish sexidagi piroliz pechidan atmosfera havosiga tashlanmalarni uzluksiz nazorat qilish uchun avtomatik monitoring stansiyasi o'rnatildi. Natijada tashlanmalarni doimiy nazorat qilish imkoniyati yaratildi. Ushbu stansiya Ekologiya va iqlim o'zgarishi Milliy qo'mitasi tasarrufidagi yagona geoma'lumotlar bazasiga onlayn tarzda integratsiya qilindi. Bundan tashqari, oltin gugurt olish qurilmasidagi katalizatorlar almashtirilib, atmosfera havosiga tashlanayotgan zararli gazlar miqdori belgilangan me'yorga nisbatan 29,88% ga kamaytirildi. Majmuada suv resurslarini tejash bo'yicha ham muhim ishlar amalga oshirildi. Xususan, past bosimli bug' va bug' kondensatini qayta ishlash orqali 25,088 metr kub, shuningdek 64,685 metr kub tozalangan maishiy oqova suvdan sug'orish maqsadida foydalanish yo'lga qo'yildi. Natijada ishlab chiqarish jarayonida oqova suvlar miqdori belgilangan me'yorga nisbatan 42,6% ga kamaytirildi. 2025-yilda hosil bo'lgan sanoat chiqindilarining 92%, ya'ni 1887 tonnasi qayta ishlashga yo'naltirildi hamda O'zbekiston tovar xom ashyo birjasi orqali sotildi. Mazkur ko'rsatkich 2024-yilga nisbatan 5,2% ga oshdi. Majmua atrofida barpo etilgan daraxtzorlar maydoni 496 gektarni tashkil etadi. O'tgan yilda Yashil makon umummilliy loyihasi doirasida 37,877 tup manzarali va mevali daraxt ko'chatlari ekildi. Shuningdek, majmua atrofida yashil belbog' hududida tomchilatib sug'orish tizimi joriy qilingan maydon 255 gektarga yetkazildi. Ushbu ishlarning asosiy maqsadi suv resurslaridan oqilona foydalanishdir. 2026-yilda ham ekologik tadbirlar izchil davom ettirilmoqda. Jumladan, sanoat oqova suvlarini chuqur qayta tozalash orqali sug'orish maqsadida foydalanishni yo'lga qo'yish, suv resurslarini tejash hamda atmosfera havosi ifloslanishining oldini olish maqsadida turg'un manbalarga avtomatik gaz analizatorlarini o'rnatish ishlari davom ettiriladi. Bundan tashqari, sanoat chiqindilaridan qayta foydalanish bo'yicha ilg'or usullarni ishlab chiqish ham rejalashtirilgan. E'tiboringiz uchun rahmat.